Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan kundalik faoliyatimiz davomida iste'mol sohasida duch kelishimiz mumkin bo'lgan vaziyatlar bo'yicha bir savolga bir javob ruknidagi muloqotimizni boshlaymiz. Eslatib o'tamiz, savollarga javoblar O'zbekiston Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari Federatsiyasi Farg'ona viloyat hududiy birlashmasi mutaxassislari tomonidan taqdim qilingan. Savol: oziq-ovqat mahsuloti qanday holatlarda sotuvchiga qaytarilishi mumkin? Javob: avvalo, shuni alohida ta'kidlab o'tishimiz lozimki, amaldagi qonunchilikka ko'ra u haqida noto'g'ri yoki yetarli darajada to'liq bo'lmagan ma'lumot berilgan, noto'g'ri reklama oqibatida sotib olingan, shuningdek nuqsonli har qanday turdagi, ya'ni oziq-ovqat va nooziq-ovqat tovarlari sotuvchiga qaytarilishi mumkin. Yana shuni alohida ta'kidlab o'tish lozimki, maqbul sifatda bo'lgan tovarlarni sotuvchiga qaytarishda oziq-ovqat va nooziq-ovqat tovarlari o'rtasida farq bo'lib, maqbul va zarur sifatda bo'lgan, amaldagi talab va me'yorlarga javob beruvchi oziq-ovqat tovarlarini xarid qilingandan keyin sotuvchiga qaytarib bo'lmaydi. Nooziq-ovqat tovarlarni esa maqbul sifatda bo'lsa ham qandaydir iste'mol xususiyati, aytaylik rangi, o'lchami, fasoni kabi xususiyatlar yoqmaganligi yoki mos kelmaganligi vaji bilan sotuvchiga qaytarish mumkin. Faqatgina mazkur nooziq-ovqat tovari O'zbekiston Respublikasida chakana savdo qoidalarining 1-ilovasida keltirilgan zarur sifatdagi, qaytarib olinmaydigan yoki shunga o'xshash tovarga almashtirilmaydigan nooziq-ovqat tovarlar ro'yxatida bo'lmasligi talab qilinadi. Demak, oziq-ovqat mahsulotini sotuvchiga qaytarish uchun u haqida noto'g'ri yoki yetarli darajada to'liq bo'lmagan ma'lumot berilgan, noto'g'ri reklama oqibatida sotib olingan, shuningdek nuqsoni bo'lishi kabi shartlardan biri yoki bir nechasi bo'lishi talab qilinadi. Bu kabi nuqsonlari mavjud yoki keyinchalik aniqlangan oziq-ovqat tovari esa sotuvchiga 24 soat ichida qaytarilishi mumkin. Shu o'rinda oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olishda tovar yorlig'ida u haqida kerakli ma'lumot berilganligi, ya'ni mahsulotni ishlab chiqaruvchi, tayyorlovchi nomi, manzili, aloqa ma'lumotlari, ishlab chiqarilgan yoki tayyorlangan sanasi, yaroqlilik, saqlash muddatlari, mahsulotning tarkibi, ya'ni ingredientlari va boshqa shu kabi zaruriy ma'lumotlarni bo'lishiga e'tibor qaratish muhimligini eslatib o'tamiz. Hurmatli tinglovchilar, bir savolga bir javob ruknida yana sizlar bilan uchrashguncha xayrlashib qolamiz. Iste'mol sohasiga oid muammolar yuzasidan federatsiyaga murojaatlaringiz bo'lsa, federatsiya qisqa raqamli ishonch telefoni 1091 ga qo'ng'iroq qiling. Elektron murojaat yuborish uchun internet brauzeringiz oynasiga murojaat.iste'mol.uz elektron manzilini kiriting. E'tiborlaringiz uchun rahmat.